Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbete lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Sizu bizlarni yo'q yerdan, xor haqir narsadan yaratib, ilm ila aziz qilgan Alloh taoloni o'ziga hamd va sanolar. Hayotda yo'lboshchimiz bo'lgan ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavat şerifler bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, sizler bilan bugün mana Navoiyni eslab deb ko'rsatuvimizni keyingi sonida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Alloh taolo shu kunlarga yetkazgani uchun o'ziga beadad shukrlar. Sizler bilan yana ko'rishtirganiga beadad shukrlar bo'lsin. Bugungi ko'rsatuvimiz boshqa ko'rsatuvlardan ko'rajicha farq qiladi. Albatta avvalgi ko'rsatuvlarimiz ustozlar bilan bo'lgan edi. Bugungi ko'rsatuvimiz mana shogirdlar, ustoz shogird an'analari ukamiz Abu Bakr Abdulhayb bilan bo'ladi. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Bugungi kunda biz Navoiy g'azallarini davom ettirib o'rganishda, kuylashda davom ettiradigan davomchilarimiz borligidan juda ham xursandmiz. Bizdan keyingi avlodlar maqomlarni, o'zbekda haqiqiy qo'shiqlarini, Yevropa musiqalari qo'shilmagan o'zimizni haqiqiy o'zbekcha qo'shiqlarni davom ettirib aytayotganlarini ko'rib juda ham xursandmiz. Demak, bizdan keyingi avlodlar Navoiy hazratlarini, g'azallarini, o'zbek musiqalarini keyingi avlodlarga yetkazishiga umid qilib qolamiz. Yana bir narsa sizlar uchun qiziqcha ko'rsatuvimizga ozgina to'ldirish kiritamiz. Bugungi kunda mana umra safariga, haj safariga bizni xalqimiz, o'zbeklar juda ko'p borishyapti. Alloh rozi bo'lsin, Alloh ibodatlarni qabul qilsin. Shu yerda Makka shahrida Arablar biz Imom Buxoriy yurtidan keldik deysa, Imom Buxoriy hazratlarini hurmatidan boshqacha ehtirom ko'rsatilar ekan. Shunga yana ular ham Imom Buxoriy hazratlarini yurtidan bo'lsanglar, Imom Buxoriy hadis yozgan, hadislar to'plamini yozgan, sahih hadislar to'plab yozgan inson. Shundan bitta hadis keltirib beringlarchi desa, keltirib bera olmay qolganlar ham bo'lgan ekan. Shuning uchun men demoqchiman, qissadan qissa endi biz Navoiy hazratlarini davomchilarimiz, biz Navoiy hazratlari biz bobomiz bo'ladi deyishlik uchun Navoiy hazratlaridan nimadir bilishimiz kerak bo'lar ekan. Shunda biz o'zimizni, millatimizni, Navoiy hazratlarini tanigan bo'lamiz. Shuning uchun ukamizdan bir iltimos, Navoiy hazratlaridan agar bilganingizcha ozgina bir narsa aytib bersangiz, marhamat. Mavlono Lutfiy Alisher Navoiy hazratlari haqida shunday degan ekan: men shu yoshimgacha erishgan ilmimga Alisher Navoiy 15 yoshida erishdi degan ekan. Rahmat, barakalla. Mana Navoiy haqida qisqa bo'lsa ham ma'lumotga ega ekansiz. Bu qisqa ma'lumot bizni juda ham katta yutug'imiz hisoblanadi. Alloh rozi bo'lsin. Endi muxlislarimiz kutgandek Navoiy hazratlari g'azaliga aytilgan qo'shiqdan qaysini ijro qilamiz? Buxoro to'lqini. Barakalla. Buxoro to'lqini bu katta asar hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalarga bunaqa asar berilmaydi o'zi, lekin Navoiy hazratlari 15 yoshida Lutfiy hazratlari o'rgangan ilmni o'rganib qo'ygandan keyin bizni yoshlarimiz ham hozir shu yoshida Buxoro to'lqinini kuylasa ajablanmasak bo'ladi. Marhamat, qo'shiqqa bersaga.
qilishingizga o'zingizni hozirgi san'atingizga yarasha ijro bo'ldi. Albatta ulg'ayganingizdan so'ng bu ijrolarda yana ham go'zalroq, yana ham chiroyliroq qilib xalqimizni yuragiga yetib boradigan ijro qilishingizni tilab qolamiz. Alloh san'atingizni davomli qilsin. Avvalo Navoiy hazratlaridan tanlangan asar, bundan keyin ham asarlar tanlashda Navoiydan va Bobur Mirzodan, o'zimizni millatimizni zabardast ulamolaridan, shoirlaridan tanlab ijod qilishinglarni Allohdan so'rab qolamiz. Muxlislarimizga albatta bu Abu Bakir Abdulhayf ukamizni ijrolariga baho berishinglarni so'raymiz. Albatta yoqimli ovoz, chiroyli ovoz, o'zini yoshiga yarasha. Keyingi ko'rsatuvlarda yana ham chiroyli hofizlarimizni taklif qilamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Alloh taolo keyingi ko'rsatuvgacha hammalarimizni salomat, sog' salomatlikda, tinchlik, omonlikda ko'rishlikni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.